председателем участка под номером 9. Наш участок всего входит 3 участка. И 8 часов мы уже открыты, работаем. На данный момент проголосовало 9 избирателей. Участок работает с 8 утра до 8 вечера. И наши двери открыты для всех наших ознакомцев. Ждем вас. Bizning bu 8-chi uchastak. Men shu uchastakning avlasi Haydar Ildar bilan. Endi bo'lgan talablar negizida bizning uchastak soat 8da eshiklarini ochdi. Biz endi zakon negizida tunisini qabul etilga hozir. Endi birinchi saylovchilar da bor. Bu primaries endi o'ng'ishlarga o'tar deb o'ylaymiz. Butun bizga o'ng'ishlar